أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة سودası bo'langan tovarni noma'lumlik qapqanmaydigan darajada aniq bilish lozim. Ya noma'lumlik talash tortishga ilib borgan noma'lumlik maqsad qildi. Talash tortishga ilib bormaydigan noma'lumlik maqsad qilmaydi. Har qanday savdoda ma'lum darajada ozgina noma'lumlik bo'ladi. Ammo keyincha bu manda chiqib qoldi deb tushib qoldigan, jidallashib qoldigan darajadagi noma'lumlik bo'lsa, savdo to'g'rilmaydi. Masalan, o'limali misol keltirdim. Bir hayvonning qo'sqidagi tug'ilmagan qo'zisining savdosi qilsa. Bu qo'saqda birisi bormi, ikkisimi yo yo'qmi, qo'lamaydigan bo'lsa, bu majhul bo'ladi. Yoki yilindagi sutni deyishib savdo qilsa deganda qanday misollarni berdim. Bu bir misol, lekin amaliyotda bizga ko'p uchrab turdi. Qanday noma'lumlik bular? Keyincha ashuni hukmay qilib savdo qilib qolsa, tutishib qoldigan bo'lsa, savdoni to'sab qo'ydi. Savdo qilgan vaqtida savdo ya pulni shundan qo'lma-qo'l berib savdolashdan iborat. Masalan, pulni ko'rsatib turib, ma'noga ba'limi desa, ba'lim desa shundan ilishilg'o. Sharat ko'rsatib qo'yib turib, ma'noga ba'limi deb savdolashsa bu ayni bir narsani bergan bo'ldi. Ya bir taqa bug'doyni bir taqa bug'doyga mashirani biramla deb savdolashsa, ko'rsatib turib imkon. Qarab turgan ekan, bu noma'lumlik bo'lmaydi. Agar pulni naqbirib, tovarnisi keyincha olgan bo'lsa, oldin pul o'tkazib qo'ysa, bu salom bo'ldi. Assalom. Bu chog'da sifatni aniq bekitish lozim. Manda shakldagi, manda sifatdagi, manda tovarni falan vaqtida topshirib beriladi deb o'ylab tutish lozim. Qat'an lil munaza'a va aniq bilishdagi maqsad keyincha talash-tortish bo'lgan bo'lsa, deb shu yo'lni taqib etishdan iborat. فإن كان حاضرا فيكتفى بالإشارة. Eğer şu tovar, şu sorunlu bo'lsa, şunuga ishorat qilsa, ma'noni satamla degan ma'noda shu yetarlik. Shu ma'rifa uchun yetarlik. Qarablam da dansab baqib ma'qul ya yaqin. لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة. Çünkü bu şu el-müşahede, yani işaret qilgan ekan biz müşahede qilamiz. Körümüz bunu. Bu yan öğrep körep kılanlıkken şu körüşümüz bunu tunish için yeterli. Tunishni keltirib chiqirdi. Keyincha cidal majrani uzutdi. Ishkenta qo'ydi. Va in kana g'oiban agar u tovar oldimizda bo'lmasa fa in kana mimma yu'rafu bil anmudaji agar avrishga orqali namuna orqali puqli bo'lgan bo'lsa biz birini avrishga aytdik. Hozir sizlar yanqin deysizlar. Avrishga orqali puqli bo'lgan bo'lsa kelkeyli kemchallab sotilgan ba'zi narsalar mesela guruchdan ya bug'doydan azroq bir changalni ko'rsatib mushunda bug'doy va mushunda guruch va desa val vazni kilolab sotilgan bo'lsin shunda val adadi al mutaqarib degan sanab sotilgan lekin buni o'ttirdiki cho'ng kichiklik va sifat nimasidan farq oz. Masalan tuxum, amut, yanaq mandanasın adedi mutaqarib deymiz. Sanılan onu bir koy, mansıbıgayda bu sanab onun da elbette bir yanaq bilan bir yanaqdan bir tuxum bilan bir tuxumning o'rtada sal cho'ng kichiklik farqi bor. Lekin bu farqni odatda mayl deymiz. Mutaqarib bo'lmagan nima desa bir qo'y bilan bir qo'y, bir tavuz bilan bir tavuz. Mandanasi g'ayri mutaqarib deymiz. Yuqoridagidek shunda namunalarla qilib oldigan, keyin qo'limizni topshirib oldigan mal ma avrishdan tavqlarda farqlanib ketmaydigan bo'lsa, faru'yatul anmudaji karu'yatul jami'. Ashun avrishkini ko'rishning o'zi hamma ko'rgan bilan o'xshash. Illa an yaxtalifa fayakunu lahu khiyarul ayb. Faqatlandir. Tovarni topshirib olgan chaqda ko'rsatgan avrishkidan boshqa chiqib qolsa, bu chaqda yandirish haqqi bo'ladi. Boshqasi chiqib qoldi, ya ayblik chiqib qoldi deb yandirasi bo'ldi.
Ve in kana mimma la yu'rafu bil anmudaji evrişki bilen uqulu bulmaydigan bulup qalsa bu tovarni, masalan, kathiyar, kiyim-kechak, ba'zi bir rah bir narsalarni o'z vaqtida bu zavoddan chiqmagan ekan, sal farqli chiqib qoldi. Masalan, bir ko'nglak bilan bir ko'nglak, bir ton bilan bir ton o'xshamaydiganroq chiqib qoldi avval batdi. Bunun farq bo'ldi. Farq bo'lgan ekan, u evrişki orqali uqulu bulmaydi. Lekin hozir kiyim-kechaklar rahli evrişki orqali uqulu bo'ldi. Rahni hozir shunda qalqanchilik bir parcha kesib, shunda rahda evrishga qilib so'zlashimiz. Zavoddan aynan chiqadi. Agar aynan chiqmasa, boshqa chiqib qolibdi deb g'andiramiz. Lekin o'z vaqtida bu kiyim-kechaklarningki endi bir-biridan farqli chiqib qolgan bo'lg'achqa kathiyab dedi. Rahlam shunda. Bu thiyabdan maqsad kiyim-kechak maqsad qilindi. Burungi kitoblarda rahdan maqsad qilindi. Wal hayavan mal charildimi bir qo'y bilan bir qo'yning qimmat farqini aytcho'ng, bir kala bilan bir kalaning farqi cho'ng. Fayuzkaru lahu jami'ul awsafi qat'an lil munaza. Endi bu kiyim-kechak bu mal charuvlar ko'z oldimizda so'zlashgan chog'da bo'lmag'achqa buning sifatini aniq deymiz. Mana sifatlik, ig'irlik, qamanchilik, sifatmanda hamma tafsilotni degandan keyin shuni tutishalsak so'zlashmaymiz. Bo'lmasa so'zlashmaymiz. Hozir masalan tor savdosi shunda. Tor savdosida bir rasmni chiqarib qo'ydi. Buning ba'zi ma'lumotlarni birdi. Ondan oldinda tuguni bosgan gap. Keyin ondan tavbavdan asaq uyga boshqasi bizni askab qilish mumkin. Ondan yandirib yotadigan. Boshqa chiqqasa yandirish haq bo'ldi albatta. Va yakunu lahu xiyarur ru'ya degani shu. Boshqa chiqqan ahvolda ko'rgandan keyin bu men ammoqcho'g'ini emaskan deb yandirish haqqi bo'ldi. Hamma sifatni aniq ta'kidlab qo'yishimiz shu keyinchi talash-tarish bo'lib qolmasin. Qala wa la budda min ma'rifati miqdari thamani wa sifatihi. Yani so'zlashgan vaqtimizda shu tovarni sotib oladigan pulning miqdorini bilish lozim. Masalan 10 ya 100 degandek miqdorini bilish lozim. Wa sifatihi bunun sifatini bilish lozim. Biz bir tovar sotib olgan chog'da buning puli, ya'ni shu tovarga beradigan pul oldingizda aniq bo'lishi mumkin. Masalan, ma kitobni ma telefonga alay deyishgan bo'lsa, oldimizda naqbar, pulning o'rnini turadigan narsa. Undaqki shuni ko'rgandan keyin hisob bo'ldi. Lekin ma kitobni men pulga sotib olay desa, bo'lmaydi. Miqdori qanchalik bu pulning? Pulni berib sotib olay dedi. Lekin miqdori necha? Bu 500 ko'y demakchimi, 600 ko'ymi? Aniq olmasa, miqdorini demasa bo'lmaydi. Chunki bu keyincha jidal majroga sabab bo'ladi. Hem sıfattuhu dedi. Yani miqdar var, cinsi var, nev'i var, sıfatı var. Cins diyen mesela dirhem, dinar, fulus diyendek narsa. Burada tenge, tilla, daçan diyendek narsa var. Hazır anda dolar, yen, riyal diyendek narsa var. Bu cinsi türü çoğu nev'i diyen mesela dolar da kalsak bu cinsini tutup. Yani nev'i desek dolar Ameriki. Yen Çin'i, yen yabani, yani dolar Kanada deniz. Dolarım o Kanada doları var, Hong Kong doları var, Avustralya doları var. Dolarlı türlü. Bunun türünü bayan kılış lazım. Eğer aşında tür aralışkırılan urullar bulup kalsa aşında ayrış lazım. Yani sıfatıhi ise bir yerde nemin maksat kılıdı? Sıfatı diyenden burunki çağdaki pullarınki mesela ya altın ya gümüş oldu de. Ama altın ya gümüş köpünçe ahvalda dirhem ya dinar. Bununki türü 3 xil oldu de. Ya 3 xilda mı köp oluşu mümkün? Mesela ceyyid. Bunu darahim ya ki denenir cihad deyimiz. Mesela hadisinin kısmı ceyyid de koydu o. Hadisin ceyyid ya ki cihad. Bu naati isil saptıllah. Vasat dediğimiz ottural. Onda ızrak tümü nasıl buluşu mümkün. Radi dediğimiz oturerek. Yani mağşuş ve bir nesil türlü var biz okuttuk ama mağşuş sahtı-tıllahın aşında türleri çıkan bu. Sıfatı diyen şu. Yani süpti isil tıllah verme. Çünkü hemisi bırıklamaz bazat. Bunun sağlaşında aralaşmaları var, presentörleri var. Şunun süptini bayan koyuş lazım. Çünkü hazır anda o pullarımızı okşaştık. Hazır kağıt pullar farkı yok. Belki de bu kağıt pullarının bazı ahvallarda mesela 100 koyluğuna
ya 50 ko'yligini deb bunda pash pul bersa beram bulg'a ahvoli bo'lsa 10 million pul desa doğru bir mashina chiqadigan bo'lsa 20 ko'ylikdan bersa yoki 100 ko'ylikdan bersa deyish mumkin. Ko'tarib ketolmaymadir. Shu dollarni Şu mesela $1000 satib olgan taqdir 20 dollardan bersa sizlar xolimaylar ya 100 dollardan bergan. Tön aladan. Shuni bayon qilish lozim deydi. İza kana fi zimma men sana manch pul beraman, manch pulga olaman deb mana so'rlashsa, bundan kim berdig'oni? Lekin bu gadinda shuncha pul berish bor buni. Ay gadinda berdig'anga deyishib qolsa, bu chog'da shuni aniq deyish lozim. Eğer $100 qog'ozni birini tuturib, "Maningga" desa, üstüne bayon qilib o'tamizmi bu. $100 bunda to'g'andikan, "Maningga beramsa" desa, "Ba'dim" desa bitiyor. Eğer bundaki yanchiqdan chiqarib berdigan, ya shu chog'da, ya sal turib berdigan bo'lsa, shuning sonini, sifatini, turini bayon qilib qo'yish lozim. Qat'an lil munaza' jidal chiqmaslik uchun, talash-tartib bo'lmaslik uchun, illa idza lam yakun fil baladi nuqudun li ta'ayyunihi. Haqiqatan şu yurtda bir xil pullar ishlatilgan bo'lsa, ikkinchi bir pul ishlatilmaydi ekan. O chaqda uning jinsini deb o'tamizmi? Mancha desa 5000 ga beramlar, ba'dimiz. Tamam. 5000 bizning yurtda yen shu hisob qilib keldi. Misrda bo'lsa junay bo'ldi. Lekin Turkiyada kelib qolsa, 5000 deb qolsa, buni ayirish kerak. 5000 turk lirasimi? 5000 euro mu? Çünkü ayda 2 xil pul ishlatadi. Tang-tang tijoratchilar davomli 2 xil pulda savdo qilgan bo'lsa, buni ayirib qo'yish lozim. Agar birlam pul ishlatib kelayotgan bo'lsa, 1000 desa, 1000 koy desa, shuni sirtadi. Qala wa man atlaqa thamana fa huwa ala ghalib naqd al-balad. 2 xil pul ishlatadigan deb qarasak, onun türünü demeylem, manç pulga deb, 1000 koyga beramlar deb deyishgan bo'lsa, bu chog'da shu yurtda ko'proq qo'llanadigan pulga hisob bo'ladi. Lit-ta'rif, chunki urf-odat shunda ko'ngan bo'lg'achqa. Walau qala ishtaraytu hada ad-dara bi 10 mushu quruni yoki uyni 10 ga oldim deb qolsa, yoki mush kiyimni 10 ga oldim deb qolsa, yoki aw hadal battiha bi 10 yoki mushu tavuzni 10 ga oldim deb qolsa, shunda so'dlashgan narsaning turiga qarab turib, ondan buning bahsini, tafsilotini bekitamiz deydi. Wa huwa fi baladin yata'amalu an-nasu bid-dananir wad-darahim wal-fulus. Mush so'zni deb turamiz. Har xil iboralarni degan bo'lsa, bu kishi pulla, tanga va mis pullarni ishlatadigan yurtda bo'lib qolsa, bu qach pullar? Fulus degan bu mis ya tuch, shunda yasalgan dachan, tiyin degandek narsalar. Endi bo'lib qolsa, insarafa fid-dari ila ad-dananir. Ma oyni 10 ga beramlar desa, 10 degandan uy savdosi olgan 10 tilla deymiz. Va fi-thawbi ila ad-darahim, kiyim-kechakda 10 tanga deb tushunamiz. Tavuzda 10 tiyin yoki 10 dachan deb tushunamiz. Bidalalatul urf, urf-odat shuni ko'rsatadi. Odatda masalan 5 million, 10 million savdo-soldigan shunda narsalarni odatda tijoratchimi 5 ga berdi yoki bahsi 10 oldu deb qisqartirib deb qo'ydi. Chunki bu urf-odatda hammalar biladi. Buning so'zisi 10 million, unda 10 ko'y birdan narsa emas. Unda 10 million deb tushundi. Wa illam yata'amalu biha yansarifu ila al-mu'tad 'indahum. Agar xil pul ishlatmaydigan bo'lsa, bir xillam pul ishlatadigan bo'lsa, ular odatlangan, bir xil pul bilan hisob bo'ladi. Masalan, yen ishlatgan bo'lsa, 10 desa 10 ko'y hisobi bo'ldi. Riyal ishlatsa 10 riyal degan bo'ldi. Tanga ishlatsa 10 tanga degan bo'ldi. Qala wa yajuzu bay'ul kayli wal wazni kaylan wa waznan wa mujazafatan. Kayli deganimiz kamchan bilan sotiladigan tovarlar. Masalan, buğday burun kamchanda sotildi. Hozir vazni bilan sotildi. Bu ba'zi bir jamiyat qarab zamonning o'zgarishi bilan o'zgarib ketadi. Masalan, buğdayni masalan sa bilan sotdik burun. Hozir kilodan vazni bo'lib ketdi. Vazni asli bo'lsa kilolar sotilgan. Mushlarning hammani, ya'ni kayli va vazni mushlarning hammani kamchallab satsimi bo'ldi, kilolab satsimi bo'ldi va mujazafatan, ya'ni ko'z mo'lchari bilan turqini deyishib satsim bo'ldi. Mujazafa degan bir xil qaramliqni ko'rsatadi. Mujazafa
tavakkul qildi degan ma'nosi bor. Qaranglar, qanchalik chiqib qolsa turqini oldin. Budash. Ko'z mo'lchar deymiz. Ko'z mo'lcharidan taqi turqinlam so'zlish iborat. Hatto qo'ynimi shunday bo'lsan, qo'yni hozir kilolab sotadi tirik holatda. Ba'zi usti qassob bo'lsa, shunday qarablam buni manch kiloga chiqadi, shuni turqini nashpil birlar deb sotishadi. Yoki bir duva bug'doy bo'lsa, bir duva bug'doy nashpil birlar deb oladi. Odat shu o'tanda qurbonlik qo'yni kilo olsak bo'lmaydi deb bizning haqqimizdan qarshıdan kilo olmaydan ko'z mo'lcharidan ya kilolab satsa bo'ldi. Uddaroq bo'ldi. Nima uchun desa, bizga o'xshash shu ditlab ololmaydiganlar qo'ylab ketmaymiz ham. Bo'lmasa 15-20 kilo aniq qo'ylab ketadi. Kilolab satsa bo'lmaydigan hech qanday nima yo'q. Texam bu qo'ylab ketmaslikka eng yaqin ma'lum. Xotirjam, mag'bun bo'lmas uchun, ziyon tortmaslik uchun yaxshi. Va muraduhu inda ixtilafil jins. Bu odamda keyli va vaznini sotqa vaqtida satsak bo'ladi. Agar bir jinsga o'xshash bo'lib qolsa, osh kamchan qancha bo'lsa, bedelma o'xshash bo'lishi lozim. Bug'doyni bug'doyga. Bir charak bug'doyni bir charak bug'doysa, bir charak bug'doy, bir charak bug'doy. Ayna bo'lishi lozim. Ana vaqt bir charak bug'doyni biz pulga sotib olgan taqdirda bir charakdan do'q yoki manch kilodan do'q yoki manch kamchandan do'q setivasak bo'ldi. Buni birisi az, birisi jiq, bunda bo'lsa bo'lardi. Lekin jins o'xshash bo'lgan taqdirda cho'qim osh keyli kamchan bilan kamchan, vazn bilan o'xshash bo'lish lozim. Al-qamh bil-qamh, vaznan bi-vazn, yadan bi-yad, wal-fadl riba degandek. Miyadan o mujazafatan degani mujazafani qilgan ahvolda ya keylini vazniga manda satgan ahvolda bu chog'da jinsi boshqa bo'lsa bo'ldi. Jaiz. Ama jinsi o'xshash bo'lsa, cho'qim vazni, keyli unda bo'laydi. Lekin mujazafatan o'chadi bo'lmaydi. Mujazafatan bizga ortiq bizga bo'lib qolishi mumkin. Chataqsh bo'ladi. Miyada maqsad qilgani bo'ladi degani jins o'xshash bo'lmagan chog'da bo'ladi. Bug'doyni pulga sotdik, kilolab biramdoq, uni kamchallab biramdoq, yoki taqqa turqin deyishamdoq bo'lardi. $100 bilan o'zini ortishga bo'lgan riba bo'lmaydi demoqchi bormi? Riba bo'lmaydi. Chunki buningki turi o'xshash emas. Lekin yedan biyat bo'lish lozim. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam fa idza ikhtalafa al-jinsani fabi'u kayfa shi'tum. Ikki jins bir-biriga o'xshash bo'lmagan taqdirda xohlagancha almashtirib so'zlasangiz bo'ldi. İza kana yedan biyat deyiladi. Ana hadis Sahih Müslim'deki hadis. "El-zahabu bil-zahabi vel-fiddatu bil-fidda, vel-burru bil-burri, veş-şa'iru bil-şa'iri, ve't-tamru bil-tamri, vel-milhu bil-milhi, mislan bi-mislin, yadan biyadin. Fa iza ihtalafat fihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum iza kana yadan biyadin." Sahih Buxariyda bu ibaret sal başqacharak holatda mush mazmunda sahih hadis bor. وَلِأَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِالْجِنْسِ. Biz bu yerda jins o'xshash bo'lmaganda shunda dedik. Nima uchun desa, chunki jins o'xshash bo'lgan ahvolda ortiq kamlab qolsa, jazoni shakllanib qoldi. Jins o'xshash bo'lmasa, jazoni shakllanmagan ekan, qanday sasi bo'lardi dedik. Masalan, bir tillaga satsak, birisi sal ig'irroq qilib qolsa, jazoni shakllanib qoldi. Lekin bir tillani dollarga sotib qolsak, mayli, naqd bo'lsa ham bo'lardi. Li'annahu la tatahaqqaqu ziyadatu illa fihi. Chunki ortiq bo'ldi deyish qachon o'tirish chiqadi? Ikkisi bir jins o'xshash. Oltinga oltin, kumush bilan kumush, bug'doy bilan bug'doy bo'lsa, andin birisi ortiq qilib qoldi, kam bo'ldi degili bo'ldi. Boshqa jins bo'lsa, ortiq kam degili bo'lmaydi. Qala wa man ba'a صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد. صبرة degan bir duva ashliqim. Taam deganga diqqat qilsangiz, taam degan ashliq maqsad qilingan kitobda. Yeydigan darhol pishirgan tomoq emas. U shuni kirib ketadi, lekin ko'pincha ashliqni ko'rsatadi. Bir duva ashliqni sotdi. Lekin so'rlashgan chog'da har bir qafiz bir tanga Neş kafiz çıksa hemmini alama deb so'zlashdi. Kafiz degan bunun bazı jutlarga, mazhablarga ko'ra miqdori o'xshash emas. Bizning jutda masalan charak deymiz. Charakdan keyin masalan Qashqarda 10 kiloni bir charak deymiz.
aldı 8 kilo ya 13 kilo deb tushadi. Qotandimi boshqacha. Sen Şafii mazhabini bilsak 24,5 kilo kildigan bir o'lcham. Maliki mazhabida 98 kilo kilgan. Ashunda farq bor ekan. Shu jutda ma'lum bir o'lchimi bo'lsa, bir charak deb turilmasdan. Har bir charakga manch puldan deb deyishdi. Jaza fi qafizin wahid. Ash bir dova ashning sodisida bir charakning lam sodisi küçük iyadi. Inde Abi Hanifete, İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin nazarında. İlla en yu'rafa cümletu kufzaniha. Endi hemminin caiz olduğu deyiş için çokum şu bir döve aşıkның hemme ağırlığını biliş lazım. Mesela bu 1 tonna kilodo, 300 kilo kilodo deb hemmini bildiğin bolsa, andın hemmesinin sodisi küçük iye. Hemmini bilmey qanchalik chiqsin uqmayman, lekin charigini manch puldan desa, bir charikining sodisi küçük iye, boshqani olmayman deb yana olaydi. Vaqtdan nasıl qarshi qilinmaydi, ammo dastlab bundan so'ng test bo'ldi deb kelgan ekansizlar. Bundan chiqishini olaman degan. Yo'q, mujozafa degan bir qafizni manch puldan demay, ashunda dövlətlikning mushun turqin nasıl bo'lsa deb lam uni charaklab jumaylam o'tish. Ne deymiz onu döndürme? Döndür Allah degende shu benim tushdan Bu adetsiz demez. İmma bit tasmiyati aw bil kayli fil meclisi. Yani bütün ağırlığını yoki qancha chiqadiganligini qanday biladi bo'lsa, bu kishi burun so'l qilgan chog'da bir qatim kemchirilgan bo'lsa, yoki janlagan bo'lsa, ağırlığını biladi. Bu manchilikda men ag'an, janlab ag'an desa, yana qildi. Yoki shu so'rinda turiblam, bu qancha chiqadiganini bir ko'rib baqili deb to'xtaslar deb shu chog'da kilolablam ko'rib baqsa, bu 1 tonna chiqadigan deb ma'lum bo'ldi, o chog'da so'd hisob qildi. Ama bilmese o so'didan yeni vasi buldu. Lekin bir charakni olsa deb turib olaydi. Yani mujunda so'di qilib, İmam Abu Hanife rahmetullahi nazarida, men buni olgancha 1 tonna etdi deb bütün ağırlığını dedi. Yoki o'sha to'xtaslar deb bilan girgin soldi, 1 tonna chiqdimi? Chiqqandan keyin yana shu chaqdimi yana yeni olaydi. Çünkü bu yenide mesela 5 kiloga layık pul bo'lishi mumkin. Yoki 1 tonna hammasi lazım bo'lmasi mumkin. O'sha 1 tonnaligini uqqandan keyin yo'q men tutray, hamma pul olmayman deb to'xtab qolsa bo'ladi. İmam Abu Hanife. Wa qala sahiban yajuzu fil kull. Bunun bütün miqdarini bilmasimi, bir dua aşıqning hammasini so'disi hisob. Necha charak chiqib qolsa, shu deyishgan bo'yicha bir charaki 1 tangadan bo'lardi. لأن زوال الجهالة بيدهما. Çünkü bir namalımlık var. Lekin namalımlıkni qanday yo'qtalaydi? Yo'qtish o'zining qo'lida bulunur. Fala yufdi ila al-munazam. Shu chaqdan jinlab ko'sa namalımlık yo'qaydi. Natijada talash-tartib bo'lmaydi. Chataq yo'qqa bu so'dida demak. وله إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه دليله أنه تعذر الصرف إلى الجميع للجهالة في المبيع والثمن. Piyada tovar mı namalum. Yani 1 tonna chiqamdi, ya 5 kilo chiqamdi, buni biz bilmaymiz. Bu shu qanchalik chiqib qolsa, men to'laydigan pulmi namalum. 1 tonnaga loyiq pul chiqamdi, yoki 5 kiloga loyiq pul chiqamdi, men bilmayman. Fa yusrafu ila al-aqall. Undan keyin ini qo'ygan eng aqall bir charak kilam hisob qilamiz. Va huwa al-wahid li'annahu ma'lum. Bir charak iniq biz bildig'ini shu. Fa idza zalat al-jahala, hamda shu chaqning o'zida biz jinglablam bütün sonini bilsak, bu chaq noma'lumlik qo'ygan bo'ldi, shu chaqda so'dillatsak bo'lardi dedi. Jaza fil jami' li zawal al-ma'na. Bu yerda so'dini to'sab qo'ygan bir narsa qolmagan bo'ldi. Va in jaza al-bay'u fil wahid, hamda Ay bir dövrün hammasının ağırlığını bilmegen holda bir charak dilam to'g'ri bo'ldi so'da kuchga ega desak, yathbutu lil mushtari al khiyaru li tafarruq as-safaqa. Bir charak dilam asi bo'ldi, mush bir charakni olasiz deb tursa, o'cha setvachi tanlash ixtiyorligi bo'ldi. Bu bir charakni asam nari ko'tarib yurma buni, ya mening ehtiyojimni qamdamaydi. Ben asam 1 tonna to'liq olaman, menchilik lozimmi? Bo'lmasa bir charakni sendan jadin nechadan so'z qilib o'tmayman deb uni rad qilish haqqi bor.
Yani bu İmam Ebu Hanife'den sahiben iki taraf bulup kaldı. Bulup kalanda Hanefi mezhebdeki ulamalarımı şu meselede biz qaysi tarafını tercih kılımız yemalı meselede ihtilaf dışı kılalım. Bazı ulamalar sahibenin karşını tercih kılıp şu boyuş fatva vermez deydi. Mesela Bahr-ı Ra'iq deyimiz, bunun başka hidayetimi sahibenin karşını tercih kılgandaki ahval var. Kemal İbn-i Humam, Ubeydullah Mahbubi, Nesefi, Sadr-ı Şeria yani ulamalar imamның karşını tercih kılgan. Çünkü delili güçlü. Namalımlık babında da delili güçlü değil. Ondan ulamaның bazı imamninkini tercih kılgan bolsa mı, bazı sahibenninkini delil aciz olsun tercih kıldı. Nima uchun? Qolaylik bu. Ondan bir yerde hazır delilinin güçlüklüğü qarta qolayligini tercih qilish var. Yani rajjaha at-taysira ala quvvati ad-dalil. İşte qolayroq bo'ldi deb sahibenin qarashini tanlab fatvo bergan ulamolar ko'pchilik. Qala wa man ba'a qati'a ghanamin kull shayatin bi dirhamin lam yajuz fi shay'in minha. Bir top qo'yni, bir padi qo'ydimdi, bir qo'tan qo'y, bir padi qo'y, bir top qo'yni so'dishdi. Har bir qo'yga bir tanga bermadi. Bundan so'dishib qolsa, İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhining nazarida bir qo'yning so'disi to'g'ri bo'lmaydi. Yuqorqi masalada bir charakning to'g'ri bo'ldi degan. Ma'noda bir qo'yning to'g'ri bo'lmaydi dedi. Va thiyabu wal ma'dudul mutafawitu kal ghanami. Raxla, kiyim-kechaklar burungi zamonda o'xshash chiqmaydigan hol bo'lg'achqa mutafavit dedi. Endi hozirgi zamonda o'xshash chiqdi. O'xshash chiqmaydigan shunda kiyim-kechakli bo'lsa, yana sanab sotadigan, lekin bir-biridan xili farqlanadigan narsa bo'lsa, masalan, tavuz, hayvon degandek kelgan emas, qo'y, mushimo shunda bir to'piga so'zlashib deyishgan bo'lsa, hamma son aniq bo'lmasa, birisida mo hisob bo'lmaydi. Va indahuma sahibanning qarshida yajuzu fil kulli. Hammasining so'disi hisob bo'ladi. Lima marra. Chunki buni sanab kelsak, buni noma'lum bo'lgansan ma'lum bo'ldi. Noma'lumlik yo'qaydi demakchi. Va lahu İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhininki ma masaladagi dalili anna qadiyata ma zakarna. Qadiya degani bizning o'tgan darsda taqazza qildi. Anna qadiyata ma zakarna al-jawaz fi wahid. Yuqorqi masalada bir charak, birdo ashliqni deyishib, nima qilsak bir charakida hisob bo'ldi dedi. Biz yuqorda degan bo'yicha, shuning muqtazosi bo'yicha desak, ma'nosida bir top qo'yni so'dishib, har bir qo'y bir tangadan desak, bir qo'yda to'g'ri bo'lishi lozim. Anida bir charakda so'di to'g'ri bo'lgan. Endi ma'noda bir qo'yda to'g'ri bo'lishi lozim-da. G'ayra anna al-wahida fi hadhihi al-ashya, lekin ikkinchi misaldagi naslda, mesela qo'y, son bilan nima qiladigan farqli narsalar, mana naslda yatafawatu. Biri-biridan xili farqli. Faywaddi ilal munaza. Shundan talash-tarish qilib bordi. Fasara kal majhul. Lekin bu noma'lum narsaga o'xshashdan bo'ladi. Birisi noma'lum. Biri qo'y deb, bir qo'y elishing lozim dedi. Kishi quzdim bizni ya uruq qirasaqlikdan bizni shuni olsa deb tursa, ya deb turib. Yo'q narsani kelingizda oldimizda bor. Lekin bir top qo'y bu. Mesela 100 chiqishi mumkin, 60 chiqishi mumkin. Her birini bir tengidan bahslar deyishib qolsa, bu savdo to'g'ri emas. Hozir masalan bir top qiladigan odam 8 ni ko'tarib qo'yib, bir ko'zdan kechirib yetib, ana yaqin zakin to'xtatdi, mansiya bir xil chiqdi, mansiya chiqdi deb bilan yaqin ya bir shunday masalan. Ya biz ko'rdim deyishdi, hech kim ko'rdim, andan deyishdi. Sahibanning qarashi bo'yicha hisob. 85 chiqamdi, 90 chiqamdi. Her bir qo'yni 2000 ko'ydillar hisoblab elbetdi dedi. İmam Ebu Hanife ya bo'lmaydi. Ondan ko'ra 100 qo'ydim masalan, Qur'on deyishga 10 o'zlarini aro tanlab. Setvachi 15 ni tanlab olamdi yoki sotquchi 15 ni tanlab qilib qog'ini setadimdi. Buningda 15 ni tanlab qilgan bo'lsa, shuni so'disini qilgan gap. O sana ne koçardı? 15 ya 20'de. Bu sütümü ne? Bulardı.
Lekin ma'vo umum san namalum. Bu meçhul çıktığından Allahu a'lam. Fala yecuz. Ya bir namalumluk bo'lg'achqa jaiz emas. Endi hammasining so'zisi bo'lmadi, namalumluk bor. Ama birinin bo'lish kerak yuqorqi masalada birda ashtidan so'zlashgan bo'lsa, bir charki bir tengidin deb, bir charakni hisob qilganingiz bo'lsa, u buğday degan shu hammasi o'xshash. Ma qo'y bir-biridan farqli narsa. Shuna uruq bir qo'yni bir qolsa, nima olmayman deb turadigan o'sha jidal chiqdi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi balki shunda jidalni boshdan kechirib, besh og'rib ketganlik uchun tijoratchi emasmi? Sodiga bosh og'riganlik uchun balki shuna çekiletken bulsun. Kafesler tafavut yok da şu küçükler bozuldu pahalı bozuldu. Ha, kafesler açtıkta buğdayım. Bir de bu buğdaylar ki bu buğday okşar. Bir çarekle bağırsak kapkalanından bu okşar. Lakin koydun yüzünü soğuruplan tatlılam ekersek bu tadı şu uru aşında bir dima koydun bir olsun mümkün. Biz yaktırmaydık. Ha kapkalanı semez obdan yoğan koydu buluşu mümkün. Yani ya'rif cümlete kuflarına hareket şu soğuklaşan vaktin üzerinde bilgilerini kapatmak böyle değişik olan bir anlatıyor. Ha soğuduğunu tutkuzmay turup bilişi lazım. Mesela bunu hemini bir cınlap kirap bakayla eğer manslak çıkıp kalsa ben kılım yetadigan bo'lsa, her bir çarkini bir tengiden alay dese, şu çar cınlap kirap baksa, bir tonni çıktı aldım dese, buldu. Yok, 2 tonni çıkıp kaldı, kılım yetmediğini tutturay dese, yüzden. قال فإن سمى جملة القفزان والذرعان والغنم جاز في الجميع. Eğer yukarıda misallarımızda bir doğaçlıkının ki toplam ağırlığını enik diyalse bu bir tonne kilodo. Ben şunda cınlap düşügen bir ege. Diyalse her bir çariki mançpuldan da bitse bulavurda. Hemmeyle İmam Abu Hanife'nin caizdeydi. Sahiben elbette caizdeydi. Ve zur'an degen rahlada bu mançıga çıkıdı. Mesela 100 top mal. Bunun toplam metre sanı mançmetre diyalise 1 metre mançpuldan dizisi buldu. Zur'an, zıra'nınki köplüke. Yani bir mezhepte 46 santa kildi. Başka mezhepte 51 santa, 60 santa diyendek ölçemde. Mübarek soğuz istiğen çağda köpünçe çatak çıktı mesela. Zağıtta ma hesaplaydı, ma. Mesela sucuğu işlep çıkargarak olsa, şu topka es koygan kağızda ma ezip koydu. 35 dese 35 metre emas ma. Bu 90 santimetre güneş çıkdı. 1 metre kemmaydı. Hem şu toplam metre sanı hemen bilse 1 metre mançpuldan ise yine kul. Çünkü akşi bu mesela 500 metre çıkırken ise 500 metre olsa ben setip olalayma ya pulum yetidu da bu soda kadam koydu. Enik olmasa enik olmagan bir narsaga dastlab solgan gap. Volganam qo'yning ushunda qo'yning soni 100 ya 80 deb enik bilsa mayli. Jaza fil jami'. Yuqori qilganimizda shu imomning qarashida jaiz bo'ldi. Lintifal jahalati va zavalil ma'na. Çünkü bu yerda toplam son enik bo'ldi. Bu yerda so'dni to'sab qo'yadigan bir noma'lumlik bo'lmadi. قال ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع. Bir uy so'disi qilgan bo'lsa, bir ho'yla aram, bir qo'ro masalan. Buningga endi urf-odat bo'yicha, shu chog'dagi urf-odat bo'yicha bu uyning ochiqishlari va uningdagi ba'zi bir qurilishlar shuning tava bo'lib ketdi. Masalan, bir qo'ro joyni, masalan, ho'ylisi va uylari bor edi. Bir ho'ylini desak, shuni so'dlashgan bo'lsa, u ishkini qo'mirib ketsa bo'lmaydi. Yoki to'risini ichib bilan buning joyiga xalarni olib ketaman deb so'kab ketsa bo'lmaydi. Darvozani qo'mirib ketsa bo'lmadi ekan, qulub ochiqishtirma shuni bildi bo'ldi. Bu shu chog'dagi urf-odat bo'yicha deyilgan narsa. Hozir shunda ya boshqa bo'lishi mumkin, ba'zi jamiyatda boshqacha bo'lishi mumkin. Buni asosan da urf-odat shu kuchga ega. لأن المفاتيح تبع للأبواب. çünkü açqış degan darvozaga tava والأبواب متصلة بالبناء للبقاء. Yani darvoza ishiklami shu binoni qo'dab turdiganga shu bino bilan tutishib ketgan narsa. والبناء متصل بالعرصة. Yani binochu bu bino ho'ylarim bilan tutishib ketgan. Arsa degan shu ho'yla, uylarning o'rtidagi maydon, aqyan deymiz. Ya bo'lmaydi. Shu burunqi vaqtdagi urf-odat
Lekin hozirgi urf-odat bo'yicha hamma jamiyatda shunday ish tutadi. Ya'ni hozir shunda ishni qo'mirab ketadigan odat bo'lib qolsa, qo'mirab ketadi. Ya bunda qo'mirab ketmaydigan bo'lsa, o'chada qo'mirab bo'lsa, nega pirladi to'xtan. Agar aslida shart qilib qo'ygan bo'lsa, shart desmaylar. Chunki biz urf-odatni kuchga ega qilish uchun birinchisi oyatda zikr qilmaslik lozim, ikkinchisi aniq shartlashmagan bo'lish lozim. Aniq shartlashib, buni hamma narsa qo'mirab ketma desa, ma'qul kelsa, shu to'xtamashgan bo'lsa hisob shu. والبناء متصل بالعرصة اتصال قرار. Ana shu bina, shu o'yildagi uylar, o'yildagi quruq maydon bilan tutishib ketgan. Bulamda aşağıda o'yilning ishida shu billa endi qilib qilgan narsa, makallashgan narsa. Fasarat kajuz'in minha. Undan keyin shu quruqninki bir parchasi bo'ldi. Fatadkhulu fil bay'. Undan keyin savdoning ichiga kirib ketdi. Şu tamları, turuz, jaga, kişekler hammasi şu quruğu tava bo'lib ketdi. Walianna ad-dara ismul arsa. Yani bir tarafdan desek, dar degan bunda bir ihatib qo'ygan, tamsilib bir quruq qo'ygan narsa desek, o'sha uyvan, bikayaba, ismul arsati val bina. Ho'yli bilan shu tamlashidagi uy qurilishligiga işletilgan bir isim. Fayadkhulu fi bay'ad-dar. Undan keyin shu uyning qurilishimi, yog'och tashlarimi shu ho'yliga tava bo'ldi. Va kadalika ash-shajaru fi bay'al-ard. Shundaqla bir zaminni so'rlashgan bo'lsa, shu zamindagi dal daraxtlar shu zaminga tava bo'lib turdi. Bir zaminni so'rlashdik 1 millionga. Buni masalan 200 terak vaki. Shu setova uchun bo'lib turdi. Uni qo'mirab ketolmaydi. لأن اتصاله كاتصال البناء. Çünkü bu terakmi xuddi shu zaminga silingan qurilishga o'xshash, ya'ni muqim tutishib ketgan narsa. Bi xilaf az-zar'i va samara. Ammo shu zaminda ziraat qilgan bo'lsa yoki dal-daraxtda mevchi bo'lgan bo'lsa, u chog'da bu savdoga kirmaydi. Zamin savdosiga tava emas. Bu sotqichining mulki. لأن اتصالهما ليس للقرار. Çünkü bu ziraat degan vaqt kirib bilan 2 oydan keyin 5 oy ishlatlan urib oldigan, jilditilgan narsa. Mevchi olma shundan uzib olib oldigan narsa. Bu muqim turmaydi. Fasara kalmata. Undan keyin bu shu uyni sotgan chog'da uydagi bas saramjonliga o'xshash narsa. Narsa keraklari. Bu saramjonning o'zi ichki yotgan ko'psini sapa masalan, bundan narsani olib chiqadigan gap. ويقال للبائع زراعات وميوچي babr ziminni so'dlashgan bo'lsa bir bog'ning so'disi bo'lar masalan. So'd bitgandan keyin sotqichining deymiz. Iqta samara mevchilarini sen yig'ib ol, uzib ol. Vaqla az-zara ziraatni urib olgan va sallimul mabi' ma ziminni man topshir deydigan gap. Li'annahu yajibu alayhi taslimul mabi'i ila al-mushtari. Chunki o so'dis bo'lgan zaminni sotuvchiga topshirishi lozim, amalan bi muqtadal bay'. So'dining taqozzosiga amal qilgan holatda topshirish lozim. Va la yumkinu zalika illa bit tafrig. Ash zaminni ziraat va mevchilikdan bikalab ba'misa topshirilmaydi. Fajibu alayhi dalik. Undan keyin ashin bikalab berishi vojib. ولو شرطهما دخلا في البيع عملا بالشرط. Eğer muş zimindeki, muş bağdaki ziraat ve daraxtdaki mevlami muş ziminning so'zisiga tavallab mening bo'lib ketadi deb biroqlan so'zlashgan bo'lsa, sizlar shunda qo'llarni qorashtirib bilan pulni olib chiqdilar, qolgan narsa hammasi men qoldi deyishgan bo'lsa, shart bo'yicha shu sotuvchi bo'lib ketadi. Nima? Al-muslimuna 'inda shurutihim. المشروط شرطا كالمعروف عرفا. قال صلى الله عليه وسلم من اشترى نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. Bu hadisninki ma'nisi rivoyat qilinadi. Hadisning lafzi bunda emas aslida. Hadisning lafzi muttafaqun alayhi hadisda man ishtara nakhlan qad ubbirat fa thamaratuhu lil bai'i illa an yashtarita al mubta'. Qo'mini changlashtirgandan keyin, qo'minda shu meva obdan o'qish uchun ashunda changlashtirish lozim. Ashunda changlashtirilgan qo'mi daraxti sotib olgan kishi uningdagi mevani sotqichiga qo'yib daraxtni oladi. Faqatla sotib oluvchi mevasi mening bo'ldi deb shart qilgan holda sotib oluvchi bo'ldi.
Hamiyada ev şeceran fihi temarun degan şu mezmunni rivoyat qildi. Ma lafz Sayyidning lafzi emas. Bunda kelmaganini istadi. Ubbirat. Yani men ishtara naflan qad ubbirat fa thamaratuhu lil bai'i illa an yashtarita al mubta'. Bundan aslında baş ağrıq bulması üçün muş ziminni, muş etizni yoki muş bağını men setib oldim. Buniki muş ziraat ya daldaraqlarni saman qoladi. Bunun bo'ldigan mevmi mening bo'ladi deb iniq deyishsa baş ağrıqdan qoldi. Bo'lmasa bir muddatdan keyin u odam kelib men sizga ziminni daraxtni sotgan, ustiga mevni sotmagan, mevni men yig'ib olaman deb baş ağrıtishi mumkin. ما أيغمو أسرحكن أقوتيله ولو اشترى دارا وذكر حدودها bir uyni hoylaramni setibapti. Uning chekchigrisini bayon qildi. Dakhala suflu val uluwu shu quruning ichidagi ikkinchi qavat yoki yarasida hammasi shunga tava bo'lib turdi. Wal istablu shu ayl quruning ichida Eğil qo'tanlik narsalar qolsin shuni tava. Wal kanifu, kanif degan hojatxona. Bunda to'sab qo'ygan joy deymiz, unda kanafa degan to'sab qo'ydigan bo'ldi. Shu hojatxonada bo'rilarni to'sab qo'ydi o'rin. Wal ashjar shu quruning ichidagi dal-daraxtlarmi tava bo'lib ketdi. Yana dar ismun lima udira alayhi al-hudud. Chunki ma'lum bir doiraga alib tam so'qab qo'ygan joyni biz dar deb ataymiz. Va annahu yaduru ala jami' ma dhakarna. Ashtamning ichidagi hamma narsa shu quruq tava bo'lib ketdi. Wal bustanu idza kana kharij ad-dari in kana asghara minha dakhala. Yani shu quruq tava kichikgina bir bog'cha, kichikgina bir gulloq masalan, ya kichikgina bir bog', bunda bir narsa bo'lib qolsa, agar shu quruqning sirtida bo'lib qolsa, in kana asghara minha ash quruqning yer ko'lamidan kichik chiqsa, masalan 200 metrlik bir quruq desak, oldida 20 metrlik bir gulluq ekan yoki bag'si bo'lsa, shuni tava bo'lib ketadi. Li'annahu min tawabi'id dari 'urfan. Chunki shu chaqdagi urf-odatda shu quruqi tava hisoblanadi. Endi hozirgi urf-odatda tava qilgan bo'lsa qilamiz, bo'lmasa qilmaymiz. Va imkon mislaha agar u bag'si shu quruqning ko'limidek chiqadigan bo'lsa yoki uningdan cho'nroq bo'lsa, av akbara la yadkhulu illa bish-shart. Ataytan tilg'ilib shartlasa shuningga tava bo'ladi, bo'lmasa uni ayrim so'zlash lozim. Li khurujihi anil hudud. Chunki bu quruqning chegara sirtida. Wa tadkhulu dhullatu indahuma idza kana maftahuha ilayha. Dhulla degan basturma. Ama Qashqarda ko'p. Ya'ni shuna ko'cha bor. Shuna ma taraf bir uy, ma taraf bir uy. Ma bir taraf bu ko'chaning ustini yepib, o'zining uyidan chiqib ishlatgan uy qiladi. Şu takoçunun daha çizse üstü yapılıp öy. Bu şeyine dulla deyimiz. Dulla deb yana bir nimaga ishlatdilar. Ma xanzilarning qo'rovlaridan bunda darvozasi 1 metr qildigan, bunda sayvandek bir narsa qilib qo'ydilar. Darvoza ustidagi sayvan deymiz buni. Buni dulla deydi. Dulla deganda saylaydigan narsa bu. Qur'onda deydi-ku, Musa alayhisolamning qissasi. Va idna taqnal jabala fawqam kannahu dulla. Hozir bu yerda yo'lni ustini yetpagan bostirma deymiz. Sahibenin nazarda yo'lni bir taraf ustini yeppagan bo'lsa, u o'zining o'ylisidan chiqishida unga ishga kim tarafda bo'lsa, shu yasiga odamning bo'lakirdi. Lekin shu bir o'ng tarafdagi bir o'yinni so'zlashgan taqdirda bu ko'chaning ustini yapgan bo'lsa, shu uyga mushu ko'chaning ustida yepilgan bostirma tava bo'lib ketadi. لأنها تعد من الدار عرفا. çünkü şu iki tava hesaplandı örf-odatda. Ve inde Ebu Hanife la tadkhul. Ebu Hanife yaqbulu tava bulmaydı. لأن أحد طرفيها على حائط الدار فيتبعها. Çünkü onun bir uçu neye destekler? Bir uçu özünün uygunun temığı destekdi. Yani bir uçu koşnusının temığı yak ayrım bir türkü destekdi. Tamna destek unutmagan bolsa. Lakin bu bastırmanın bir tarafı şu soğan öygedesidir, şunama. Ve tarafal ahara ala darın ukhra. Lekin yani bir tarafı başka bir kişininki öygedesidir. Ev ala usmanatın yoki ayrım bir türkke desidir. Fala yetba'uha. Lakin o so'zgan o'yga tava bo'lmaydi. Fala tadkhulu bish-shakki hatta tuzkaral huquq.
Şuna bu gumon bilan qonun tava deymiz deb dargumon bo'lib qolsak, buning bilan uni tava bo'lib ketmaydi. Hatta tuzkaral huquq taki qachon tava bo'ldi? To'liq tilga elib, ma uyning so'zini manchiqni deyishdi. Bu uydan chiqadigan ma basturmamo mushanga tava bo'ladi. Mush uyga tava barliq haq-huquqlardan men bahramon bo'lma deb manda tilga olgan ahvolda andi bu basturma shu so'z bo'lgan uyga tava bo'ldi. Bo'lmasa ayrim deyishdi. Vazullah hiyallati ala zahri tariq. Vazullah degan bu ko'chaning ustida yeb qolgan basturmadan iborat. Va huwa sabat. Shu sabat deb atalgan o'z vaqtida. Sabat degan fusha bo'lishi mumkin yoki shu chaqildagi ba'zi bir farsiylardan, boshqalardan kirgan so'z bo'lishi mumkin. Lekin arab tili qomuslarida bor sabat. Bu masala tuyda. Yana bir masala o'tdi. Va yadkhulu tariqu ila sikka. Şu uyning sodisini qilsak, shu uylik cho'nko'chiga chiqadigan bir yo'l bo'lsa, shu yo'lmi shu uyning sodisiga tava bo'lib ketadi. Ba'zida xalt ko'cha bo'ldi, shu bir oyliklam chiqadigan xalt ko'cha bo'ldi. Shu uyning sodisini qilsak, bu xalt ko'cha unda 10 metr yer bo'lsa, shu 10 metr yermi shu uyning sodisi tava deydi. Şu o'tganki davrlardagi urf-odat bo'yicha, unda hozir uning tava deb buni ilolanmaydi. Taga cho'ng ko'chaga chiqqan qadar yoki boshqa oilaliklar mangdan ko'chaga chiqqan qadar shu yerga tava shu soddan kirib ketadi. Li'annahu la budda minhu. Chunki shu uyni sotib olgan kishi shu ko'chani ishlatmay cho'ng ko'chaga chiqolmaydi. Shu davrlarda hisoblanmaydi. Bu chog'da unda birisi shundan buyoqqa o'ysalar u ko'chada talishib ketganda ahvoli yo'qdi. Unda hozir bu bir g'arich yerda tik turdan buni. Hozir ham uy tava deyilmaydi. Hukumat buni unda tashlab qo'ymaydi. Walau ishtara manzilan fawqahu manzilun, bir necha qavat uydan bir qavatini olgan bo'lsa, uning ustidan bir qavat bor. La yadkhulu illa an tudkara al-huquq. Ustidagi bir qavat bu asli bir qavat tava bo'lmaydi. Faqatlam mush uyni sotib oldim, buning ustidagi bu necha qavat bo'lsa, hammasi mana tava deb so'ralishib qolsa, bu chaqda tava bo'ladi. Aw kullu qalilin va katir. Yoki masalan, tuzkaral huquq degani mush uyga tava barliq huquq, ustidagi tava, astidagi tava hamma huquqidan bahramon bo'lmaydi. Mana deyishgan bo'lsa, ustidagi bir qavatni tava bo'lib ketadi. Yoki az olsun, jiq olsun, mushunga chetishlik, mush uyga chetishlik, hammasi mening deb manda tutsa tava bo'lib ketadi. Bo'lmasa, ma bir uyni desa, hozir ham binoda shunday biz men tushunamiz ham. Binoda masalan 80 ta uy olsa, birisini oldinga. Birisini sotib olsa hammasi tava bo'lib ketmaydi. Uning da ajna hoyliq bir quruni sotib olgaysa, bir dar hisoblanadi. لأن المنزل اسم لما يشتمل عليه مرافق السكنة. Çünkü menzil degan şu adam qonab, yetib qopadigan, turadigan uyga tava ba'zi bir qo'shimcha narsani o'z ichiga oladigan bir ismdir. Marafiq degan shu bilan billa keladigan shu ba'zi bir narsa. Usti qavati, yarasti, ambasi, yana bir narsa deganlar. لأنه من النزول وهو السكنة. Çünkü menzil degan nuzuldan kelgan. Bu bo'lsa-mu, ashari yetib qopadigan joy, turalg'u degandek. والعلو مثل السفل. Üst qavat ast qavatga o'xshash. Fi sukna. Yetib qopashda, turalg'ulikda üst qavat ast qavatga o'xshaydi. Min vajhin dun vajh. Bir tarafdan o'xshaydi, bir tarafdan o'xshamaydi. Fa yakunu taban min vajhin aslan min vajhin. Undan keyin bir tarafdan astdagi qavatga tava, ustdagi qavat, yana bir tarafdan o'zaldiq bir qavat uyga o'xshash hisoblanadi. Fa in zakara al-huquq. Lakin aşu hamma huquqni tilga olib, tafsili tilga olib, bi'tuka hadal manzil bi jami'i huquqihi deb manda tafsilini qilsa, shu chaqilda ashunda iborat bilan so'zlish batdi. Ashunda deb qolsa, ust qavatmo shunga tava bo'lib ketadi. Va uning oldida masalan bag'it so'lab qolsa, gullik bo'lib qolsa, ham tava bo'lib ketadi. Hozir bino ostida mashina qo'ygan yerlar va u tava bo'lib ketadi. Dakhala. Lakin aşı hamma va hokazolar mana tava deb qolsa, shu so'dlik tava bo'ldi. Unda tilganmasa tava bo'lmaydi. Shu bir qavatdagi shu o'yinlarni sotib olamiz. Osti va usti munosabatsiz. Walau ishtara baytan.
Beyt bir ağız öy. Mesela dar desek hoylusu var, neçe ağız öyleri var. Menzil desek bir darvazadan çıkmışında bir neçe ağızlık öy desek hoylusu yok ama bunun. Ama beyt degen bir ağız öyüne soğuluşup kalsa la yedhulul uluv. Üstüdeki öyme onun tabi bulmaydı. Ve in zekeral hukuka barlık ve hakazalar bilen depkası mı tabi bulmaydı. Hatta yanus aley. Ta ki inek ifadeler muş bir ağız öyünü aldım. Bunun üstüdeki bir ağız öyünü muşun tabi buldu. Hemen tan ağam bulmadı. Manda depkasa onun tabi buldu. Bulmasa onun tabi bulmaydı. Uluv diye üstüdeki öyün. Abi bir şey değil. Böyle bir işler atarım. Ya dar nokbasa daxilin sufl. Yarası amba olab qalsa u tava buldu. Üstüde bir qavat olab qalsa ya balxanası olab qalsa u mutava degan. Bu bir qurun gibi. Da bir darvozani sizak o'ylisi var. Biroq qavat bir uy olsa bir dachi deylan hozir. Ha, dachi hozirgi dachilar burun mashunda dachi o'tirtanman. Ya kompang o'ylab qo'ydi, ha? Ashuni tava bo'lib ketdi. Unda mavo unda emas. Bir binodagi bir qavat, bir shiqqa deymiz, mashiqqa. Bir doira deymiz. Bir doira uy. Unda bo'lib qolsa, u boshqacha. Ana shu bir doira uydan yoki shu bir dachining ichiga bir og'iz uyning sodasini qilgan bo'lsa, u boshqacha bo'ldi deb ayryapti. لأن البيت ما يبات فيه. Çünkü öyle desek bir hujra yoki bir ağız öyle desek bir adam çıkıp bunda yetib bağlaydigan bir ağız öyünü köstüdü. Ve uluhu mithluhu fil beytuta. Üstüdeki öyme konaşta mı? Şuna okşaş ayrım. Ondan bir neçeden yetib bağlaydigan öy. Fela yedkhulu fihi illa biş-şart. Ondan enek şartlaşsa üstüdekisi o tava buludu. Enek şartlaşmasa bunun tava bulmaydı. Öyle mesela tavasında oyları şunun tavalar gidiyor dedik mesela işte öyle sorusu. Şu oyunun Şu birlan öy olsa, bunun başka öy yok. Şu bir öyünün adamların istigan meydan, gullok, andan olsa tava buldu. Lekin onu kalık bir binada 80 to öy olsa, bunun aldıda 20 bir gullok olsa, bir öyün satıp adam şu minonlarla bunda turamaydı. Hemmigi ortak koyulduğun bağça bu deydi. Şimdi hazır bu kitapta örf adetke asaslanıp durup diyen sözle hazır örf adetke ya bir jutninki tutsun yani bir jutninkiga bir dövlatninki düşmesi mümkün. Çünkü bunun daha şu örf adet demesi boyunca manan gel. Ta ki ini şartlaşırken bir ahval zitkenmese ya ki ini adet zitkenmese örf boyunca manan getirmez. Wallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.